Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Birinchi zakazim 18:20 da tushgan edi. Afsuski, mana soat 19 dan 40 daqiqa o'tdi. Zakaz o'zi aslida 17:40 da tushgan. Yandex savoliga javob berishni xohlamadimi, bilmadim, lekin Xudoga shukr, men bu Rich kompaniyasining taksoparki, ya'ni dasturchilarni qo'llab-quvvatlash bo'limidagi mutaxassislarimiz yordam berib hal qilishdi, lekin kafeni zararga ishladi desam adashmayman, chunki endi balkim kompaniyani o'zi bir pul to'langandir. Sababi 135 minglik zakaz bittasi atmayib ketdi. Ya'ni atmayin bo'lgani atmayman bo'lmadi. Продолжайте движение прямо. Ikkinchisi qo'shilmadi ham. Endi bilmayman bu nima bo'ladi. Zakaz ketyapti. Oqtepa kurukka zakaz tushgan. Hurmatli zakazchik, hozir bu efirni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos sizdan borgandan keyin qabul qilishingizni so'rab qolardim. 155 minglik zakaz skidka bilan 135 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 20 ming skidka qilingani uchun 3 soatmi 4 soat kechib borayotgani uchun ming bor uzr so'rayman. Men o'zim nomimdan emas, kompaniya nomidan uzr so'rayman. Chunki bu yerda anglashilmovchilik bo'lgan, ishchi xodimlar yetishmagan. Chunki men Abdulla Qodiriydan pastga qaytib kelgan hisob. Alloh rahmat. Marojniy albatta. Bu pitsa emas.